2026-yil O'zexpo Center ko'rgazmasida Gaia o'zini stendi bilan ishtirok etyapti. Unda metal, yog'och uchun, plastik, shisha uchun bo'yoqlar, devor uchun grunt, shpaklyovka, lateks asosida, silikon asosida bo'yoqlar, epoksid yo'nalishida epoksid bo'yoqlar. Bu asosiy epoksidli bo'lgan bo'yoqlarimiz asosan katta skladlarda, katta ofislarni qilishda ishlatiladigan bo'yoqlarimiz. Bu juda ham mustahkam bo'ladi. Ustida kara, ro'xla, hamma narsa yuradi buni ustida. Bitta qilinadi, shu bilan esdan chiqib ketadi. Bu dekorativ yo'nalishida har xil toshlarni aralashtirib mana bunaqa teksturalar qilish ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Mana buni har bitta etapi ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda gruntovkalari, mayda gruntlarni surib, ustidan keyin bo'yoq qoplamalarini qoplash kichkina bo'lsa-da ma'lumoti berilgan. Xo'p, bundan tashqari mana Gaia qum qog'ozlari har xil yog'och uchun, shlifovka uchun qulay bo'lgan. Buni endi malarka ishlarida ham ko'p ishlatiladi va asosan yog'och ishlarida ishlatiladi. Bu mahsulotlarni ko'rsatdik. Mana bu yerda devor uchun bo'yoqlarimiz, gruntovkasi birinchi suriladigan, shpaklyovkasi, keyin universal astar grunti, asosi lateks bo'lgan, silikonli bo'lgan, effekti matli, polumatli bo'lgan bo'yoqlarimiz. Buni yaqinroqdan ko'rsanglar, bu elastik qoplama hosil qiladi o'zida. Buni quruq devorga, shtukaturka qilingan devorga, aboy ustidan sursa bo'ladi. Ya'ni surganlikda bu qoplama qotgandan keyin aboy buklanadimi yoki bo'lmasam devorda qanaqadir udarli bo'ladimi, yengil udarli bo'ladimi, hammasiga chidamli bo'ladi, sinmaydi, mikro treshinalarni yopadi to'liq. Bundan tashqari bu suvdan qo'rqmaydi. Ya'ni chizilgan joylarini, har xil nima deydi, dog' bo'lgan joylarini bemalol olib, bitkada yuvib, tozalab yursanglar bo'ladi. Ya'ni bitta qilingandan keyin bu juda uzoq muddat sizlarga xizmat qiladi. Bu yerda mana hozir metal uchun, yog'och uchun, shisha, poliuretan, buteyl uchun bo'yoqlarimiz yaqinroq ovozini eshitilyapti. Bo'yoqlarimiz mana metallarga to'g'ridan to'g'ri gruntsiz urilgan holatlari har xil. Buni effektlari matoviy, glyansiviy, polumatoviy har xil effektlari bor. Bundan tashqari tayyor ranglarimiz keladi, RAL katalog bo'yicha. Undan tashqari siz xohlagan rangni ham apparatlarimizda chiqarib berish imkoniyatlarimiz bor. Mana bu yerda ko'rsanglar, plastikka urilgan matoviy, xuddi shu kraskalar. Shishaga urilgan shisha. Har xil bunaqa detallarga urganmiz mana. Bu yo'nalish antikorrozivniy bo'yoqlari, ya'ni korroziyaga qarshi bo'yaladigan gruntovkasi bo'yoqlari ham mavjud. Bundan tashqari yo'l bo'yoqlari ham bor, darojniy kraskalar ham bor. Mustahkam, hammaga sog'lik, salomat.